Assalomu alaykum rahmatullohi hammaga salomatmisizlar kuning yaxshi o'tyaptimi? Hop, kechagi ovozlar natijasiga ko'ra soat passage 3 ko'p ovoz to'plaganligi hisobiga bo'lgan passage 2 ni polniy analiz qilamiz sizlar bilan. And as you can see here, we've got multiple choice questions, came with the sentence completion mode and answering the question to the questions and yes or not given what. So first of all, as you remember guys, so we had a lot of lessons like how to answer to the multiple choice questions. Okay, bugun endi mana shu narsani bitta-bitta analiz qilishni boshlaymiz. Hop, birinchi bo'lib nima qilamiz? Как обычно savollar tushunib olamiz. Aynimizda nima so'rayapti? What makes big data different from traditional data analysis? Ya'ni bu big datani traditional data analysisdan ajratib turadigan главный narsasini, ajratib turadigan narsasini topishimiz kerak bo'ladi. So our topic is going to be the rise of big data. Ya'ni the rise of big data haqida gaplashar ekanmiz. Big data connects data to the other data, ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu nima qilar ekan? Connect qilar ekan boshqa datalarga deyapti. It transforms scattered fragments of digital information into nimaga? Meaningful patternslarga, predictionslarga and insightslarga. Вот ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni scattered fragmentslarni nimaga o'zgartirib berar ekan bu? O'sha meaningful patterns tamanu shunaqa sohalar ham chiqib ketdi hozir. Taknomi esimda yana anaqa statistikaga qarab turib tam visual anaqa ko'rinishga keltirib beradi. Tam pie chart yoki diagram ko'rinishlariga keltirib beradi yoki prediction qilishga ham anaqa qo'yar ekan, ya'ni shu yordam beradigan holatga keltirib berar ekan. Deb turib aytib beryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana momentda nima qilib beryapti? Shunda mana it transforms character and fragments of digital information and into meaningful patterns and predictions and insights deb turib aytib beryapti. It's generally every human activity leaves a digital trace, ya'ni text message'da bo'lishi mumkin yoki online purchase yoki GPS movements'da, photos, voice comments'da. And even biometric signals, ya'ni biometrический signals'da tam отпечатки bo'lishi mumkin yoki Face ID shunga o'xshagan narsalar. All of these pieces of information are stored, analyzed, and often combined with other data sources to create a detailed and dynamic picture of the world. Through this process, aspects of the life that were once invisible, such as emotions, preference, or social relationships, have become datafied deb turib beryapti. Okey, ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu yerda javob topib olsak bo'ladi. Endi umumiy tushunmaganimizdan keyin bitta analiz qilib chiqamiz. It depends on the physical samples rather than digital records deb turib beryapti. Xo'p, bu yerda umumiy berib ketdi, ya'ni bu yerda physical samplesdan keyin primer qilib turib beryapti. Undan keyin asosan bu yerda farq haqida aytib bermayapti, ya'ni umumiy aytib beryapti. Bu yerda chem deb turib digital recordsdan ko'ra deb turib mana buni bir-biriga compare qilmaganligini hisobiga bu javobimiz chiqib ketar ekan. So it focuses on connection between data rather than isolated facts. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu nimaga? Ya'ni connections between data, ya'ni datalarni bir-biriga orasidagi connectionga nima qilar ekan? Fokus qaratar ekan deyapti. Chem isolated facts, ya'ni yagona faktlarga yoki ajralib qo'ygan faktlarga qaraganda deyapti. Bu yoqda ko'rsak, mana connects data to other data deyapti. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, connect qiladi datani boshqa dataga. It means that like connection bo'lyapti between data. Between data degani, ya'ni mana bu datadan mana bu datani o'rtasidagi connectioni bo'lyapti. Bu yerda mana aytib beryapti. Okay, olib qolamiz buni. It uses fewer but more reliable data sets deyapti. Kam ishlatadi, lekin reliable bu yerda ishlatishni aytyapti. Bu yerda kam emas, ya'ni ishlatadigan datalarni aytyapti. Lekin bu yerda reliable, unreliable'ga umuman aniq qilayotgani, fokus qaratayotgani, o'shaning uchun bu chiqib ketar ekan. It's mainly concerned with the communication between people. Bu yerda ham shu narsani primer qilib ketdim. Lekin asosan mana mashinga ahamiyat qaratadi deb turib aytib bermayapti. Shuning uchun bu ham chiqib ketadi. Javobimizni ko'rayotgan bo'lsak, shunda mana birinchi gapni o'zida berib qo'ygan ekan. So that's why the answer is gonna be B bo'lib ketar ekan for 27. Okay, 28. According to the passage, what does the term datafied mean? Of datafied mana mana bitta beryapti-da. Mana shu joyini o'qiymiz. Through this process, one invisible such as emotional preference or social relationships have become datafied. Meaning deb turib, ujma nima aytdi? Javobimizni nima aytdi? Kelyapti. Datafied ma'noni bildiradi. Meaning that they can now be measured and studied quantitatively. Quantitatively, it's like refers to something like kolitsiyasiga qaraydi rather than quality. Ya'ni kачествосiga emas, kolitsiyasiga, ya'ni soniga qaraydi. Measuring that they can now be measured, ya'ni hisoblanadi hamda o'rganiladi. Nimasiga qarab turib? Soniga qarab turib deb turib beryapti. Okay. According to the passage, datafied the process of storing all kinds of data in computers. Ya'ni bu yerda all kinds of data in computers nima qilishi, qanaqa process qilishi haqida aytib bermayapti. Ya'ni bu yerda izuchasi qilinishi hamda hisoblanishi haqida ketyapti. Shuning uchun bu nima qilar ekan? Просто skip qilar ekanmiz.
Turning aspects of life into measurable digital information. Measurable degani, как он aytdi, measure bilan olingan, ya'ni как будто o'lchanadigan degan ma'noni bildiradi va o'lchanadigan digital information anaqa qiladi. Так, olib turamiz buni. The method of deleting unnecessary online data, ya'ni bu yerda как deleting haqida informatsiya ketayotgani yo'q, chiqib ketadi bu. Transformation of machines into human-like system. No, bu yerda machineslarni human-like systemga o'zgartirish haqida emas. Mana bu yerda shuni identify etib qo'yapti, to measure it and study it quantitatively deb turib beryapti. So that's why the answer is also gonna be B. Bu kitar ekan 28. Tak 27-28 qilib bo'ldik. Mana shunaqa holatda bang'ira-bung'ir qilib turamiz. Okay, now let's move on to the question number 29. So, but what was the key to Google Translate success according to the text? Yani bu yerda nima asosiy причина bo'lgan ekan, ya'ni reason bo'lgan ekan to achieve success or Google Translation. Google Translation haqida mana bu yerda kelayotgan ekan. Okay. Demak, javobimiz mana bu yerda bo'lar ekan. Nima qilamiz? Sekin o'qiymiz. What was the key to Google Translate success according to the text? Textga ko'ra deb turib aytib Endi mana shu narsani topshirimiz kerak bo'ladi. Real world examples demonstrate how this new logic works. For instance, became accurate not by following linguistic rules. Ko'rayotgan bo'lsa mana accurate bo'lgan, akkuratli bo'lgan aytamiz, successga erishgan. Not by following linguistic rules. Ya'ni bu linguistic ya'ni o'sha til shunoslarning ruliga aniq follow qilmagan ekan, but by comparing billions of sentences translated by humans and identifying statistical relationships between the words. No, nima orqali successga erishgan ekan? Mana bu yerda comparing of billions of sentences translated by humans, ya'ni milliardlab sentencelar translate qilingan odamlar tarafidan and identifying statistical relationship between words. Similarly deb turib o'tish Google Flow'ga qarab ketyapti, bo'ldi. Demak, mana bu yerda bizning javobimiz bo'lyapti Google Translate success haqida. The use of strict linguistic rules deyapti. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsa, by not following linguistic rules deyapti. So that's why bu yerda not following bo'lyapti. Ya'ni they didn't use. So that's why mana bu chiqib ketadi. The ability to understand the meaning of sentence. Tak, bu yerda meaning of the sentence haqida nima qilmayapti? Ya'ni informatsiya bermayapti. Buni tushunish haqida emas, ya'ni bu yerda umumiy gaplarni qilish haqida, ya'ni translate qilinganligi, anaqa milliardlab so'zlar translate qilinganligi odamlar tarafidan va ularni anaqasidagi statistical, yani statistical relationship, ya'ni anaqasi relationship shu bilasizlar. Tak, yomonda, tak, mening bilan yodlasa bir xil paytda o'zbek tili kelmay qoladi. Okay, xullas bu bo'lmaydi. The comparison of vast numbers of human translation mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsa comparison bo'lyapti, ya'ni taqqoslash bo'lyapti. Bu yerda ham ko'rayotgan bo'lsa mana comparing billions of sentences degani mana vast number, ya'ni juda ham ko'p miqdordagi numberlarni human translations bo'lib ketyapti. Bo'ldi, shuni berib qo'yapti. Tiyinay qilamiz. Correction of errors by language expertslar haqida, correction haqida yozuvlarga ahamiyat bergani yo'q. So that's why javobimiz C bo'lib ketar ekan. Okay, next is 30. In which field is big data not specifically mentioned as having an impact? Bu yerda qaysi fieldga big data nima qilmas ekan? Impact qilmas ekan deb turib yuradi. Qaysi fieldga? Mana shu narsani topishimiz kerak. Вот, mana impact is the synonym for influence. Big data extends across all fields of human activity. Ya'ni hamma human activity nimada bo'lyapti bu narsa? Healthcare'da bo'layotgan ekan, in businessda bo'layotgan ekan, еще in education, ya'ni education ham bo'layotgan ekan. Data analysis and government use data to manage pollution, manage energy and plan infrastructure. In science, if you are there nima deb bo'layotgan ekan, science and massive data sets allow researchers to model climate systems or explore human. Ko'rayotgan bo'lsa nima deb bo'layotgan ekan, healthcare, businessda bo'layotgan, education, in science bo'layotgan ekan. Va bu yoqlarda bu yoqlarni o'qimagan sababi, chunki bu yoqda qanaqasigaligini primer qilib turib beradi. Tak, bu yoqda healthcare bor, healthcare o'chirib tashlaymiz. Tam bu yoqda education ham bor ekan, education o'chirib tashlaymiz. Business ham bor ekan, science bor edi, science yo'q, bu yerda agriculture bor ekan. Ikkala ikki xil narsa bo'lgani uchun to'g'ri javob nima bo'lib ketadi bu yerda ham? Просто C bo'lib ketar ekan, chunki bu yerda not specifically mentioned deb turib yo'lota bizga bu yerda agriculture haqida informatsiya bermadi. So that's why the correct answer is gonna be C. Okay. Next, let's move on to the question number 31. According to the writer, big data represents ko'rsatadi a new form of knowledge because it chunki nimalar qiladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, writer gapiga ko'ra, ya'ni bu represents a new form of knowledge, ya'ni yangi turdagi knowledge bilimni ko'rsatadi, chunki u nimadir qilib beradi deb turib beryapti.
Hop, bu yerda o'qidik, nima bu yerda bo'lsa kerak. Technical innovation is a cultural mana bu aytib beryapti, ya'ni philosophical revolution deb turib aytib beryapti. Big data is not just technical innovation, it's a cultural and a philosophical revolution. It changes what we mean by knowledge. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, biz bilimni nima bilganimizni o'zgartiradi. Traditionally, ya'ni oldin knowledge was based on understanding causes, ya'ni sabablarni tushunish, forming theories, ya'ni teoriyalarni jamlash, and testing them through experiments. Ya'ni keyin ularni eksperimentlar orqali nima qilishgan? Test qilib ko'rishgan. Today, big data often replaces explanation with predictions. Mana hozirgi holatda big data nima qilyapti? Mana explanationni predictionga o'zgartiryapti. Rather than asking why something happens, ya'ni bu degani nimaga bu narsa sodir bo'ldi emasdi, ya'ni bundan keyin nima bo'ladi? Например, aytaylik, tam yer qimirladi, nimaga yer qimirladi emasdi, yer qimirlagandan keyin nima tam anaqa possibility'lar bor, nima будущийda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bor, shu narsalarga urg'u beradi. Вот, shu narsa. Yo'qida urush bo'ldi, nimaga urush kelib chiqqaniga emasdi, urush kelib chiqqandan keyin nima bo'ladi? Tam unemployment ko'payib ketadimi yoki krizislar boshlanadimi yoki inflyatsiya bo'lib ketadimi, shunaqa narsalarni anaqa qiladi, ahamiyat qaratadi. Replaces theory with a practical prediction. U mana shunday yo'l qo'ygan ekan. Replaces nimani? Explanation, ya'ni theoryni with prediction. Prediction is a synonym for practical prediction. Okay, bitta qaraymiz. Remove the need for human interpretation. Yo'q, bu yerda prove the traditional science is wrong. Bu yerda xato bo'lganini turib aytib bermayapti. Focuses entirely on the cause of, bu yerda focus qaratadi data, bu yerda naоборот focus qaratmaydi bu narsaga deb turib aytib beradi. So that's why we have incorrect answer. So guys, the true answer, the correct answer for the 31 is going to be A. Bu ketar ekan. Bu 15 dan qilib turib anglash tashladik. Ta keyingisiga o'tadigan bo'lsa, 32. What kind of relationship o'zi tak explain qilib berayotgan uchun unaqa qilmayman o'zi. Qonuni bo'yicha aytaylik, tam vaqtinglarni saqlash uchun qanaqa qilasizlar? O'zi bitta paragraf o'qiysizlar, o'qib bo'lgandan keyin, misol uchun mana bu savolga javob berdinglarmi? Keyin mana bunga ham qarab qo'yinglar. 31 haqida, 32 haqida ham bormi bu yerda? Relationship bormi? Keyin mana bu yes or no giving ham bitta qaraysizlar. Ya'ni bitta paragraf o'qib, bitta savolga qarab chiqasizlar. Mana shunaqa holatda keyin mana B ni o'qiysizlar, keyin C ni o'qiysizlar. Mana shunaqa turib oxirgi paragraf o'qib bo'lguncha hamma savolga javob berib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa holatda ancha anaqa bo'ladi, ya'ni xato qilishlarni koeffitsiyenti tam possibilities kamayib ketadi и chalg'imasdan qilasiz. Chunki mana bitta paragraf o'qiganingizda miyada faqat bitta paragraf bo'ladi. Biz hozir nima qildik? Hozir ko'p paragraflarni o'qib yubordik, miya anaqa informatsiya ozgincha chalkashib ketib qolishi mumkin. Shunaqa holatda qisqa vaqtda va ko'proq javob bergan holatda qilsanglar bo'ladi. Lekin hozirgi darsimizda video explanation bo'lganligi hisobiga vaqtdan ko'ra hozir glавныйsi to'g'ri javob qanaqa topilayotganligi muhim hisoblanadi. Okay, keyingisi, what kind of relationship did traditional science mainly try to find out? Ya'ni qanaqa turdagi relationship nima qilyapti? Traditional science mainly try to find, ya'ni asosan topishga harakat qilyapti. Endi mana shu narsani topishimiz kerak bo'ladi. Tak. Percentage relied on some to make sense of the so precision. Even I did that. Aim to find. The try to find well, what kind of the traditional science. But for centuries, scientists and statisticians relied on small, carefully controlled samples. Yani kichkina va carefully controlled samples nima qilishgan ekan, rely qilishgan ekan. To make sense of the world, they sought precision and aimed to find clear, causal relationships deb turib ko'rayotgan masala. However, traditional methods could only capture limited slices of reality. The rise of digital technology could computing and global network blah 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 blah. Xullas ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda qanaqa relationship bo'ladi? Mainly try to find, asosan qanaqa relationship topishga harakat qilishgan ekan. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsa, mana casual relationships bo'lib ketyapti. So that's why the answer is gonna be casual relationships. What allowed researchers to analyze whole populations of data rather than sample size. Ko'rayotgansa nimani aniq qilish, ya'ni resursligi analiz qilish yordam bergan ekan. Whole population of data orqali, nima orqali? Просто samplelar orqali turib beryapti. However, traditional methods buni o'qidik. Mana to analyze entire population of data instead of sample size. Buni mana shunday berib qo'yayotgan ekan. Entire population of data degani bu yerda ko'rayotgansa whole the synonym for entire bo'lib ketadi. Population of them rather than samples instead of samples bo'lib ketadi. Demak, bizning javobimiz nima ekan? The rise of digital technologies
Good computing and global network has made it possible to analyze. Has made it possible to analyze ya'ni what allowed researchers to analyze bu kitar ekan. Endi nima bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz bizga nima yordam beryapti bu yoqda analiz qilishga? Digital technologies bu kityapti. So that's why the answer is gonna be digital technologies bu kitar ekan. Okay, keyingisi which online system wants user search terms to predict flu outbreaks? Ko'rayotgan bo'lsangiz, qaysi online system wants user search, ya'ni o'sha paytda ishlatilgan ekan. Search terms to predict flu outbreaks deb turib beryapti. Tak, lekin davom ettiramiz. Bu yoqda u haqida informatsiya, bu yerda Google Translate haqida ketdi. Similarly, Google Flu Trends once analyzed millions of search terms to predict influenza outbreaks. So, very good. Influenza outbreaks degani, bu yerda nima degani? Predict flu outbreaks degani. Mana, men bitta shuni o'rganyapti. Endi, qaysi online sistem ishlatilyapti bu yerda? Google Flu Trends da ishlatilyapti. So that's right, but просто Google Flu Trends bo'lib ketadi. Okay, what did New York City use big data to predict that? Mana New York City big datani nimani predict qilish uchun ishlatgan ekan? Так, endi mana shu narsani topishimiz kerak. Topishimiz shart emas ekan bittaga. In New York City, big data was used to predict which apartment building were the most likely to catch fire by combining information about age, maintenance history, and neighborhood condition. Faster insurance, bla 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 bla. Вот ko'rayotgan bo'lsangiz, boyagi narsa qaysi bilan aniq qilishi mumkin. Bu yerda endi umumiy qaraydigan bo'lsak, New York City ishlatgan ekan, чтобы qaysi apartment buildingsda were most likely to catch fire deyapti. Ya'ni yonib ketish anaqasi ehtimoli ko'proq deyapti. Va Combine qanaqa informatsiyani age, ya'ni yoshi bo'yicha, tam necha yil bo'lgan qurilganiga, maintenance history'si bo'yicha, neighborhood conditionlari bo'yicha. И вот bundan keyin o'sha effektini aytib beryapti. So bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, nimani predict qilgan bu? Fire, ya'ni o'sha yonib ketishi, boshqa qilib ketish haqida bo'lyapti, pojar haqida. So that's why bundan javob nima bo'lib ketadi? Fire bo'lib ketadi. What combination does the writer say gives big data its true value? Okay, buni endi o'zingizlar qilib ko'rasizlar. 36 ni bitta qilib ko'ringlar, javoblarni kommentariyaga yozinglar. Ko'ramiz keyin qani topa oldinglarmi yo'qmi. Hop. Keyingisi yes or not given. People are usually well informed about who collects their personal data deyapti. Ya'ni people are usually well informed degani ular xabardor, yaxshi to'liqligicha xabardor about who collects their personal data. Ya'ni ularning personal datasini kim yig'ishi bo'yicha deyapti. Так, buyoqda tugadi уже. Fields of human action, doctors, identify decision, blah 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 in business companies'lar. Okay. Men Chains bu yerda boyagi joyida o'qidi, lekin kim ularni anaqasini yig'adi, boshqa qiladi, u haqida yo'q informatsiya bu yoqda. Technical innovation, okay, despite this benefit, introduce serious risks. One major concern is privacy. Именно это privacy haqida gap ketayotgan ekan. Privacy degani bu lичность degani. Every digital actions, every click, search or location can be tracked, data stored and sold. Individuals rarely know how much of their personal information is being collected or who controls it. Ko'rayotgan bo'lsanglar, individuals rarely know degani, ya'ni почти bilmaydi deyapti, ya'ni почти bexabar deyapti. Ya'ni ularni qancha informatsiyasi yig'ilayotganligini, uni kim kontrol qilayotganligini, a bu yerda kim kontrol qilayotganligini, nima qilyapti, kim yig'ayotganligini chotki biladi, ya'ni 100% xabardor deyapti, yaxshi xabardor deyapti, a bu yerda rarely know deyapti. So that's why the answer is gonna be no bo'lib ketar ekan. Hop, keyingisi algoritmni produce qilar ekan social inequality'ni because they learn from based data deyapti. Chunki ular based datadan o'rganganligi uchun inequality'ni, social inequality'ni keltirib chiqazadi deb turib beryapti. Okay, such as Google, Amazon, but use data giving the unpredicted power to influence behavior markets, policy, but уже anaqa narsani aytibdi. Там, например, soat haqida ko'p gapirsanglar, Google, Instagramda soatlar Reels reklamalar chiqib keladi, shunga o'xshagan narsalar. Data often reflects mana bu yerda inequalitieslar haqida in society. Mana bu yerda javobimizga yozishdi. Data often reflects existing, ko'rayotgan bo'lsa, data often reflects existing inequalities in society and when, qachonki nima ekan, algoritmlar learn from based data deb turib beryapti. They reproduce and amplify those bases deb turib beryapti. И вот ham reproduce qiladi social inequality because chunki ular nima qilar ekan, mana based datadan o'qiydi. Bu yerdan ko'rayotgan bo'lsa, algoritmlar nima qilyapti? Learn qilyapti from based datadan. Shu hisobiga mana reflects existing bor bo'lgan nimani inequalitieslar in societyda. So that's why shuni noto'g'ri kelayotganligi uchun javob nima ketar ekan? Yes bo'lib ketar ekan. 39-40 ham mana shunaqa holatda sekin tegidan bang'ira bong'ir qilib tashlaveramiz.
Manimcha unaqa qilamiz. Tak qilgan bo'lsanglar anaqa, ya'ni o'zingizdan keyin solishtirsangiz bo'ladi. Qilmagan bo'lsanglar mana shu 39, 40 hamda 36 javoblarni kommentariyga yozaversanglar, bu o'sha boya aytgan 15 aprelda tushgan anaqa hisoblanadi, reading hisoblanadi. Part 2, part 1larni ham qilishni maslahat beraman. Agar qaysidir specific question savolinglar bo'ladigan bo'lsa, uni ham kommentariyga yozaversanglar, inshaalloh u bo'yicha darsda qilib yuboramiz. Sog' va salomat bo'linglar.